Jigar buni nimaligini bilasizmi? Bu sizning nazdingizda qumsoat bo'ladigan bo'lsa, bu meni nazdimda orqa miya kanalining eng torayib qolgan qismini maketi. Orqa miya kanali stenozi bu nima? Bu nerv chiqadigan teshikni hamda orqa miyani bo'g'im umurtqani bo'g'im o'simtalari semirganligi, kattalashganligi hamda bu sohada sariq bog'lam bo'ladi. O'sha sariq bog'lamni kattalashgani hisobiga xuddi qumsoatga o'xshab orasi torayib qoladi. Buni hozir sizga sodda qilib tushuntiraman. Nerv tolasini xuddi simga o'xshataman. Ustida izolyatsiyasi bo'ladi. Bu nervni ustidagi miyelin qavatiga o'xshaydi. Va mayda simlarini nerv tolalarga o'xshataman. Simni olamiz va unga xomut qatiramiz. Qatirganimizda nervni o'tkazuvchaligi buziladi va ustidagi miyelin qavati kamayib, yedirilib ketadi. Simimiz orqa miya kanali ichida joylashgan orqa miya bo'ladigan bo'lsa, xomut esa siqilishga sabab bo'lgan sariq bog'lam hamda kattalashgan bo'g'im o'simtasi hisoblanadi. Qachonki xomutni bo'shatib, stenozni bartaraf qilmagungacha oyoqlarda sovqotish, uvishish, karaxtlik, nerv o'tkazuvchaligi tiklanishi bo'lmaydi. Orqa miya stenozga uchragan bemorlarda ko'pincha oyoqlarda sovqotish, uvishish, karaxtlik, oyoq jonsizligidan ayrim holatlarda oyog'i toyib, o'z-o'zidan yiqilib tushish holatlari ham kuzatiladi. Stenoz deyapsiz, buni qanaqa sabablari bor, nimadan kelib chiqadi, qanaqa davolanadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu haqda alohida video tayyorlaganman. Kommentariyada stenoz so'zini yozing, men bu tayyorlagan videoni sizga tashlab beraman.